Assalomu alaykum hammalaringizga hurmatli ba'zi xonamiz mana sahnamiz markaziga Bahodir otani chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Bahodir aka keling marhamat. Guldiroz qarsaklar bilan sahnamiz markaziga taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir aka yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Keldingiz. Sizni bugungi shukronamiz bilan, sizni bugungi tavalludingiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarning qalbiga kirib kelayotgan Mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Bahodir aka, agar ruxsat bersangiz, hamma tug'ilgan kun sohiblariga beradigan savollarimizni bugun sizga ham bermoqchiman. Bugun xursandchilik kuningiz, yaxshi kuningiz, shodona, bayram kuningiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu tavalludimizga bizning jamoamiz a'zolaridan, loyihamiz ijodkorlarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir xonadoningizda sizni qarshisida turibmiz. Ana shu o'g'illarim, hammasi ana shu 3 ta o'g'lim. Nechta farzandingiz bor? 5 ta. Hammalari kelganlarmi bugun? Hammasi bu. Kimlarning ismlari bilan sanab beramiz, kattalardan boshlaymiz. Bahrullarga qaysilar? Qo'llarini ko'tarsalar shu yerdalar. Bahriniso. Bahriniso qizlari shu yerdalar. Zeviniso. 3 ta bo'ldi. 4 ta farzand. Komil. 5 ta farzand. Ana bu umri yo'ldoshim. Turmush o'rtog'i. Yaxshi ko'raman. Bir umr. Birga yashaymiz. Boshqa kerak emas. O'zingizning farzandlaringiz 5 nafar. Endi bittalarni tanlab olamiz. Bugungi tug'ilgan kuningizga bizning komandamizning qaysi farzandingiz taklif qiladi deb o'ylaysiz? Hammasi. Bittalar bo'ladi-ku baribir. Hammasi. Otajonlarni ko'proq yaxshi ko'radigan, otajonlarga ko'proq e'tiborlashar ekan. Mana bu yurakka yaqini qaysi bular farzandlar? Nevara baribir. Farzandlardan qaysi bular? Bahodir aka. Farzandlardan. Ana shu. Bu nevara-ku. Ha. Bittalarni tanlab olamizmi? Qolgan farzandlaringiz-chi? Bular ham yaxshi. Endi bittalarni tanlab olamiz. Qarang. Menga qaraydi. Qaysi bularni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yo'q, hammasini birga yaxshi ko'raman. Sizni bizga qarayotgani o'sha kichkinada. Sizni qaysi bular ko'proq yaxshi ko'radi sizni? Hammasi yaxshi ko'radi. Qayerdan bilasiz? Hammasi ana shu tashkil qilgan shulardi. Farzandlari bor, bir-birlaridan ayirib bo'lmaydi. Mehrli, oqibatli aka-singillar, to'g'rimi? Bugungi mana shu shodona kunga bizning jamoamiz a'zolarini hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan. Bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni tayyorlagan syurprizlariga. Bugun davlatimiz otajonimizning tug'ilgan kunlari, xursandchilik, shodona, yaxshi kunlardan bir kunlari. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlarni otajonimizga o'zimizni bir pulli rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarni ko'taringlar, yaxshi ko'rishimizni aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Otajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa syurpriz, mana shunaqa quvonch hamda kayfiyat ulashdan charchamaymiz deb aytib farzandlarimiz. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ozgina ko'tarildimi? Endi bu yerga 4-yilni eslab qoling. Men o'zim zakaz qilaman sizga. 4-yilga kelasiz, ana bu derajanasi. Ha, 2-3 ta namuna için video bilan kelasiz. Video bilan tushirasiz, qaymi? Tamom. 4-yilga, 4-yil. Xursandmisiz hozir? Hozir ham xursandman. Ha, hozir xursandman. Nima gaplaringiz bor farzandlaringizga? Farzandlarimga doim tinch yursin. Ana katta o'g'illariga yaxshi o'qishsin, o'g'illari tarbiya qilsin, voyaga yetkazsin. Uy tomoshalar bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Shu. Rahmat. Bahodir aka, bugun biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar tomonidan otajonlarga shunday mehr ko'rsatilibdi. Farzandlar tomonidan otajonlarga shunday bir e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlarimizning hammalari bilan faxrlanib, mag'rurlanib yurish kerak. Onajonlarning tunlari bedor bo'lib aytgan allalariga sizlar bilan ikkita halol luqma terib farzandlarni voyaga yetkazib, niyat qilib farzandlarni katta qilgan ekansizlar. Bugun farzandlarimizga niyat qilishibdi. Otajonimiz bugungi mana shu xursandchilik kunlarida bizni faqatgina bir kunlik rahmatimizni yetkazsangiz, biz farzandlarga boshqa narsa kerak emas.
niyat qildik. Xudo nasib qilgan kunlarda, xursandchilik bir yaxshi kunlarda dadajonimiz hamda onajonimizni haj safariga yuborish niyat qildik. Farzandlar bitta xatni chalib qo'yamiz farzandlarning ajoyib niyatlariga. Rahmat. Bugun ushbu xonadonimiz markazida Bahodir ota xursandchilik kunlari Ruxsatlaringiz bilan birinchi tabrik so'zini Sharofat onajonimizdan eshitamiz. Mana qaytgandan bilan bugun turmush o'rtog'imizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. 4-yil rajini kelasiz, lekin ko'p video o'yinchi eshitamiz. Chalib qo'yamiz. Qarang, Sharofat bujon, qaysi gapimiz qolib ketyapsiz? Har doim takrorlab kelgan gapni biz bugun yana bir marta eshitmoqchimiz. Qachon aytdingiz? Bahodir akaning yuzlariga qarab oxirgi marta dadajonisi sizni yaxshi ko'raman deb qachon aytdingiz? Bering aytsin. Bugun aytamizmi? Yaxshi ko'raman. Albatta yaxshi ko'raman. Mana qancha chalib qo'yamiz. Rahmat. Farzandlardan tabriklar eshitamiz. Bugungi otajonlarning tug'ilgan kunlariga Toshkent shahridan maxsus otajonlar uchun farzandlar kelishgan. Kelinglar marhamat. Baxrullarga farzandlar. Baxrullarga keling. Assalomu alaykum. Ajoyib tilaklar bilan bugun davlatingizni tabriklab xursand qilamiz. Qaysi gaplar bilan bugun otajonimizni yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Assalomu alaykum. Yaxshilar dadamni ularga 70 yoshlarga dadajonimni yaxshi ko'raman. Birinchiga maktabga kelishlar, birinchiga man bahor o'qisizlar. Dadamni tabriklayman. Yaxshi ko'raman. Mana qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Navbatdagi farzandlarim, Baxriniso opa, keling. Assalomu alaykum. Sizdan ham bugun ajoyib tilaklar bilan davlatingizni xursand qilamiz. Qachondan aytilmagan tilaklar, niyatlar bilan otajonimizga bugun mehr ulashamiz opajon. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Dadajonim yuzga kirsinlar. Dadajonimni yaxshi ko'raman. Yana. Shular bilan tabriklayman. Rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Toshkent shahridan tashrif buyurgan Zebina opa qizlari, keling marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar. Mana bugun dadajonimni 70 yoshli yubiley to'ylari bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsinlar, bunaqasini 100 tasini ko'rib yursinlar. Vaqtimizga sog' salomat yursinlar, onajonim bilan uzoq umr ko'rsinlar. Vaqtimizga sog' salomat yursinlar. Sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlab qo'yamizmi bugun? Albatta, dadajon sizni yaxshi ko'raman. Mana qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. O'tkir aka Toshkentdan tashrif buyurgan farzandlari. Xudo xolasa kelasi yil tug'ilgan kuni Bahodir aka Toshkentda nishonlaymiz. Biz ham boramiz Xudo xolasa. O'zim zakaz qilaman. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Shu fursatdan foydalanib dadamni tabriklayman. Bugun tug'ilgan kunlari, eng baxtli kunlari, eng yaqin kunlari mana shunday bo'lsin. Men dadajonimni yaxshi ko'raman. 70 yoshlari muborak bo'lsin. Sharofat onamni juda yaxshi ko'raman. Bularni ham nasib etsa tug'ilgan kunlarida mana shunday nimalarni taklif qilamiz. Nasib bo'lsa yaxshi o'tkazamiz. Dadajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Mana qarsak chalib qo'yamiz. Ana shu gilamimiz shu. Mana qarsak chalib qo'yamiz bildirgan tilaklariga. Mani vaqtimda, mana shu nabiralarimiz vaqtida aviachalarni ko'rish ham dadamni sizga nasib qilsin. Siz dadam
bitta guldiroz qarsaklarni qo'yamiz. To'g'rilik. Rahmat. Bizlarning asosiy tashkilotlarimizdan biri bo'lgan kenja farzandlari Komil akadan bugun ajoyib tilaklar bilan otajonimizni tabriklab, xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun manzildan qo'ygan kunlarda manzillarni yaxshi ko'raman. Onajonimni ham yaxshi ko'raman, dadajonimni ham yaxshi ko'raman. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Bizlar qancha xizmat qilsak ham ularga ham shu uchun doim bizlar xizmatda. Bunaqa qo'ygan kunlarni mingtasini ko'rsinlar, baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Bahodir aka, xursandmisiz? Kayfiyatingiz ancha ko'tarildimi? Nima gaplarsiz bor farzandlaringizga? Doim sog' salomat yursinlar. Tamom, tinch bo'lsa bo'ldi. Hozir aytganimizdek, mana shu farzandlaringiz duo qilishdan charchamagan. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zahmzorlari. Kelinlardan tabriklayishdan marhamat. Shamsiya. Ha, kelin bu. Kichkina kelin. Bizga qarayotgan shu. Mana bugun Darajonni to'ylardan chin yurakdan tabriklaymiz. Oyijon, Darajon hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring, munosib qo'llarni ko'pini ko'ring. Yaxshi yomon gaplar uchun so'z so'raymiz. Yaxshi kelin, birlikmi yo'qmi, men xizmat etsamizlar xizmatga ishlar uchun. Shu fursatdan foydalanib, shu davomni ham dadamni ham shu yerda taklif qilganman. Oyijon, Darajon sizni yaxshi ko'raman. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rib yuring, baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Ota-ona ikki so'z, biri qoshiq, biri ko'z. Bir-biridan himmatli, mehri daryo qimmatli. Ular o'zida yomon farzandni sog' bo'lsa bas. Sizlar uchun doim xizmatdamiz. Mana qarsak chalib qo'yamiz. Sizni yaxshi ko'ramiz, oyijon. Mayli. Navbatdagi kelinlari, keling. Rahmat. Navbatdagi kelinlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar, bugun shohronamizdan hayotlarni quvvatlar bilan hammalaringizni tabriklaymiz Darajon. Oilasizni ham tabriklaymiz. O'ziga yarashgan kunlar, eng yomonlar har doim Ana bu. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz kelinlarimiz dadaga. Rahmat. Rahmat. Mana olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Bahodir aka, hozir aytganimizdek mana shu farzandlar hamda kelin duo qilishdan charchamasalaringiz, bular ham sizlarga mana shunaqa surpriz, mana shu quvonch qanday kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaydilar. Nevaradan tavsiyalar eshitamiz, keling nevaralar. Sharofat. Sirina. Mal qarsak chalib qo'yamiz. Keling natijada.
Ne vereceğim? Ağzını vereceğim. Sizni yaxshi ko'ramiz. Mikrofonu bering qizim. Ularga bering. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz. Sizlar ham tabrik eshitamizmi? Ey gel bak hoşga bering. Kenja. Yer Ahmad. Ha, ey bak hoş. Ha. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz barcha nevarantilariga. Rahmat. Shu bilan birgalikda bugungi xursandchilik kunini kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida Bahodir aka ajoyib oyoq qo'llarimiz o'rganamiz. Kelinlar hammalarimizni Bahodir aka boshchiligida oyoq qo'llarimiz ishtirokida raqsga olib qolamiz. Otajonlarimiz uchun kelinglar marhamat.